Qaynonam san tutgan tovuq patini men davno yulib bo'lganman deydilar. Eng qizig'i har doim niprav bo'lganlarda shu gapni juda ham ko'p ishlatadilar. Bitta narsaga juda ham qiziqaman. Qaynonaligi butun umr pravsan degan zvanyani kim bergan ekan deb bitta podpischkim yozib yubordi. Men ham hazil-huzul qilib nervini chiqib men davleniyangiz oshmasin. Ular o'g'il tug'ishgan paytida radomni berishadi bu zvanyani deb yozib yubordim. Xullas, mayli yaxshilikka bo'lsin, lekin yaqinda sizlarning problemalarni eshitib men psixolog bo'lib ketmasam bo'ldi. O'zi psix lekin psixolog degan nomim chiqadi. Короче, butun O'zbekistonda qaynona kelin temasi bo'lib hamma joy problema bo'lib yotgan paytda men kuxnyamga kirib olib shunaqa go'zallik yaratdim. Konteynerlarga shunaqa mayda-chuyda narsalarni misoli bardak bo'lib yotgan polkamni xuddi soldatlar saf tortib turgandek taxtadek qilib tekis qilib qo'ydim. O'zimcha sizlarga shaxshuq qilib chiroyli qilib asmir video olaman dotdim. Orqamda ikkita qizim jang qilayotganidan bu narsani umuman iloji yo'q. Mana endi eng maza qilaveradigan joyini tomosha qilinglar. Nima bu? Konteynerlarimga ko'zinglar tegmasa, agar sizlarga ham shunaqa chiroyli narsalar kerak bo'lsa, eng arzon tochkasi bu Muhsin Pasuda. Qani ketdik, sizlar bilan kichkinagina ekskursiya qilamiz. 7 avlodinglar bormi, qudandinglar bormi, yegan do'st dushmaninglar bormi, hammasini sudrab olib kelsanglar ham bemalol siqib ketadigan shunaqa katta magazin. Aytgancha 14-fevralda yalinib olgan gulinglarni bankaga solib qo'ygan bo'lsanglar, mana sizlarga vazalarni, doda xo'jalarini hammasi shu. Dushmaninglarni taxta figurasidan tortib, o'zinglarni gitaraga o'xshagan figuralargacha bor. Bunisini kimga o'xshatish o'zinglar yaxshi bilasizlar. Katta emas, lekin kichkinagina gullarimiz bor. Sizlar mana sizlarga Pinterest vazalarimiz ham bor. Bitta aylanib keyingi qatorga o'tdim, Aladdinning shamchirog'ini topoldim. Mana endi ushalmagan orzularim ushaladi deb bir silab ko'ruvdim. Shcho'rani xom sanabman, shashvaram chiqqan edi. Magazindagi sotuvchi opaga qarasam, yoqalarini tishlab turibdilar. Bunisi bo'lsa chirsillatib uyda baliq pishirganinglarda shu tarelkaga solsanglar, qarindosh urug'im shu yerda ekanda balig'inglar ham o'zini yolg'iz his qilmaydi. Bu brendda bo'lsa tanimagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Qani ketdik, keyingi qatorga o'tamiz. Oho, keyingi qatorda shunaqa podarishni naborlar ham bor ekan. 4 ta krujkasi bilan bitta grafinni. Hammasi stiklanniy, вообще super narx. Bunisi bo'lsa ertalab mazza qilib kofilarni ichadigan joy ekan. Ikkita krujkasi bilan ikkita gulchali qoshiqchasi bo'lar ekan. Korobkasiga vashi gap bo'lishi mumkin emas. Silikon naborlarni ham so'raganmidinglar? Qani ketdik, sizlarga eng zo'rlarini obzor qilib beraman. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Xullas shu amaki qidirilmoqda desam, hazillashdim. Klientlarimizning hammasini hurmat qilamiz. Vikalinadan shunaqa ajoyib naborimiz bor. Shaqillatib hamma narsani to'g'rashingiz uchun taxta pichoq любой narsasini topsanglar bo'ladi. Yo'q, menga отдельно pichoq nabor kerak desanglar, unaqalarini ham bemalol topasizlar. Men tilla qizman, menga tilla nabor kerak desanglar, пожалуйста, o'zingizning tilingizga o'xshagan o'tkir tilla naborimizdan ham bor. Bayramga pochcham gul bermagan bo'lsangiz, shu videoni o'zlariga tashlab qo'yinglar. Hattobi 8-martga shunaqa gulli choyni olib bersinlar. Yo'q, pochcha серьезный deysiz, mana shunaqa skromniy variantlardan ham bor. 215 ming so'mga har kuni 215 martalab настроениyadan ko'tarib turadigan chiroyli choynagimizdan oldiga shunaqa chiroyli bokallarni olishinglarni tavsiya qilaman. O'zi ham u pishib ko'rishar ekan. Uydagi chiroyli posudalarni yana ham chiroyli ko'rsatadigan shunaqa ajoyib plyonkalarni ko'rsataman sizlarga. Bularni bemalol stiralkaga tiqib yuvsanglar bo'ladi, kачествоsi bo'lsa umuman o'zgarmaydi. Assortimentni chochib tashlaganmiz, o'zingizlar kuxnyalar bilan didinglarga mosini bemalol topasiz. Agar sizlarga nimadir yoqsa, chiqib ketib skrin qilib tashlab yuborsanglar, обязательно dastavka qilib yuboramiz. Keyingi reysada ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni uyim joyim deydigan kelinkalarga jo'natib qo'yamiz.